Muhtaram yig'ilish ishtirokchilari, bundan 2 yil oldin O'zbekiston 2030 strategiyasini qabul qilganimizda yalpi ichki mahsulot hajmini 2030-yilgacha 160 milliard dollarga yetkazishni belgilab olgan edik. Ko'rib turibsiz, mavjud salohiyatimiz, bugungi islohotlarimiz, tadbirkorlarimizning faolligi, xorijiy sheriklarimiz bilan hamkorligimiz o'sib borayotgani hisobiga bu marraga 2026-yilning o'zida erisha olamiz. Hozirgi global iqtisodiyotda raqobatga chidamli bo'lish uchun malakali kasb egalari va mutaxassislar zamonaviy texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutmasligimiz lozim va shunga butun bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Agar biz sanoatda elektronika va elektrotexnika, biokimiya va polimerlar, farmatsevtika, mashinasozlik kabi yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan sohalarni rivojlantirish, xizmatlarda IT, sun'iy intellekt, fintech, konsalting, transport, logistika kabi katta daromad keltirayotgan servislarni ko'paytirish, qishloq xo'jaligida unumdorlikni oshirish uchun bioinjineriyadan keng foydalanish, ilg'or agrotexnika va suv tejovchi usullarni faol qo'llash, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash uchun yashil energetika, chiqindisiz ishlab chiqarishga o'tish, ta'lim va tibbiyotda sifatni yangi bosqichga olib chiqadigan ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish uchun yangi texnologiyalarni olib kirsak, kadrlarni ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan zamonaviy kasblarga tayyorlasak, kelgusi 5 yilda iqtisodiyotimiz hajmi 240 milliard dollardan oshishiga barcha imkoniyatlarimiz bor. Bu aniq va puxta hisob-kitoblarga asoslangan prognoz. Xalqaro valyuta jamg'armasi va nufuzli ekspertlarning xulosasi ham buni tasdiqlayapti. Hurmatli yurtdoshlar, bugun biz 38 milliondan ziyod katta xalqmiz.